Obunachilar, mana Spark mashinasini obshivkasi shuni qiramanda 1 minutga sepib quritib beradi. Qancha o'shaqqa, bunasi sizni bedil qaranglar, 1 minutga sepib, 1 minutga agar quritib bera olmasam shuni yurgan ekanman. Buni qaranglar. Buni hamma joy sepish shart emas. Qo'shilib ketishiga o'zlaringiz e'tibor berasizlar. Ventilyator. Siz shu joygacha ko'rdingiz. 14 sekund vaqtim qoldi. Mana bu yerni ham ko'ramiz. Olib turing. Buni qaranglar. Bunga ko'p 1 soat 2 soat vaqt kerak. Obshivkani siz yechmasangiz ham bo'ladi, joy sepsiz bo'ladi. Biz video uchun yechamiz. Qo'shilishlari mana qaranglar. Mana bunday joylar bo'ladi. Qo'shilishlari 1 ga 1, 2 ga 2 bo'ladi. Bu faqat Nova kreskasi bo'ladi. Xola qanday sizda? Yaxshimisiz? Qurishiga o'zlaringiz e'tibor berasizlar. Bular tarbiya qilmasa bo'lmaydi. Qurish jarayoni tezlashtirganmiz. Obshivkangiz yangidek bo'ladi. Siz laminat qildir, paloncha qildir shart emas. Moshinchani-chi shaqillatib olaverasizlar. Opke, bitta ko'rsat. Qaranglar. Narxi 110 ming so'm Gentra, Lacetti, Cobalt, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3, Spark, Matiz mashinalar. Qolganini qimmatroq bo'ladi. Kelaverasizlar.